Bu yerda nega hech nima demaganingni tushunaman. Lekin sen kun bo'yi jasad topilgan zina yonginasida ahmoqona Amerikacha o'yinlaringni o'ynagansan. Agar nimani ko'rganingni aytmasang, oqibati yaxshi bo'lmaydi. Bir kishi zina yoniga kelganini ko'rdim. Keyin balki bir daqiqa o'tibdir, bahsni eshitib qoldim. Kimni ko'rding? Demak, bog'ichni kesamiz. Lokidonni portlatib, panjarani itarib tushamiz. Shundaymi, Michael? Hozir ko'rganimiz haqida kimdir nimadir aytadimi? Nimani aytish kerak? Bir soat avval sen kimnidir o'ldirishni taklif qilayotganding. Bir kishi o'ldirildi. Bunday demadim. Boshqa o'ylaydigan muammomiz yo'qdi. Kelinglar, bu oradagi navbatdagi murda haqida 1-2 soat gaplashamiz. Sizlarga nima kerak? Nima qilyapsizlar? Lecheri seni ko'rmoqchi. Menda hech qanday ma'lumot yo'q. Unga ma'lumot kerak emas. Unga tan olish kerak. Men hech nima qilmadim. Bunda uning aybi yo'q. Tan olmoqchimisan? Joy almashishing mumkin. Balki endi haqiqiy qotil kimligini o'ylab ko'rish kerakdir. Ha, lekin bunday joyda yuzlab odamdan shubhalanish mumkin. Bo'yindagi birgina sanchilgan tig' izi professionallarning ishi, Alex. Men ofitser Lang bilan uchrashuvda edim. Nega u Uistler emasligiga bunchalik ishonyapsan? U bilan Uistlerda muammo tug'ilgandi. Uning uchun bu juda xavfli. Uistler o'ldi. Hozir bo'lmasa keyin o'ladi. Shuning uchun ikkimiz Hech qanday ikkimiz yo'q. Usiz bu yerdan ketmaymiz. 2 soatdan keyin deraza. Undan so'ng to'siq ortida. Yo'q, Ha. Keyin qayerga borasan? Uzoqroqqa. Faqat bitta yo'l bor. To'qayda esa politsiya kecha-yu kunduz patrullik qiladi. Shunday ekan, qayerga bormoqchisan, Alex? Men 3:13 da qochaman. Aytdim-ku, bu haqda hech nima bilmayman. Siz qidirayotgan odam men emas, chin so'zim. Uni men o'ldirmadim. Zinadan tushayotganingni ko'rishibdi. Boshqa dalil ham bormi? Odamlar bir nima topishadi. Menda qurol ko'ryapsizmi? Ko'raman deb kutmagandim ham. Unda nega qidirishmayapti? Uni topishsa haqiqiy qotilni ham topishadi-ku. Yoki sen tashlab qo'ygan joyini topishadi. Birovga tuhmat qilgan deb o'ylayapsizmi? Menga tuhmat qilgan bo'lishlari ham mumkin-ku. Kimga keraging bor? Nega bu yerdaligimni bilasiz? Dushmanlarim qudratli odamlar. Hokimning do'stlari meni qarorimga ta'sir o'tkazadi deb o'ylaysanmi? O'tir. Men 13 yoshligimda onam badavlat odamnikida oqsochlik qilardi. Toki bir kuni u yolg'iz qolishganda u nima qilganini hamma bilardi. Lekin boy, biz esa emigrant bo'lganimiz uchun politsiyada hatto arizani ham olishmadi. Bir haftadan so'ng ularnikiga kirish uchun men sutchi kiyimini kiydim. Ispanchada lechera. Va u adolatli jazo olganiga ishonch hosil qildim. Sen esa meni boylarga xayrixoh deysan. Bu yerdagi qoidalarni tushunaman va hurmat qilaman. Lekin jazoga shoshishning nima keragi bor? Shubhadagi odamni darhol jazolash haqida qoida bormi? Yo'q. Qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqtimiz bor. Rahmat. Men hech qayerga yo'qolib qolmayman. Gaplashmoqchi bo'lsangiz, kameramda bo'laman. Yo'q. Shu kursida o'tirasan. Nima kerak? Menga yoqmaysan. Seni hurmat qilmasligim ham aniq. Bas qil, xafa qilyapsan. Nimaga qodirligini ko'rganman, lekin tan olaman, hech qachon qotil deb o'ylamagan edim. Signi men o'ldirdim deb o'ylayapsanmi? Ertalab hovlida sizlarni birga ko'rgandim. Iltifotli bo'lishga urindim. Uni o'zi meni itardi. Sen o'ldirmasang unda kim? Men emas. Bas qil, Brett. Sendan boshqasi ham unga o'lim tilabdimi? Chindan ham uni men o'ldirgan deb o'ylaysanmi? Seni necha marta nishonda tutdim. Tepkini bosishni xohlamagan deb o'ylaysanmi? Jinorsin. Hatto o'zimni ham o'ldira olmayman.
Voy, Uislerni tushayotganini ko'rgan birontasini topdingmi? Endi aylanishni boshladik-ku. Tezroq harakat qil. Uisler qancha tez o'lsa, tovuq panjasini senga shuncha tez beraman. Yoki sen menga berishing mumkin. Shunda haqiqiy erkakdek ko'rinasan. Nima bo'lsa ham, bugun sen bilan ringga chiqamiz. Zilofol. Itlarga anesteziya uchun ishlatiladi. 2 tomchisi soqchini 1 soatga behush qiladi. Uislerni mahbubasi sen bilan bo'ladi deb o'ylamagandim. U qani? Mashinadami? O'zi yonimga keldi. Senga yordam berishiga qarshi emasman, mendan yashirganingga qarshiman. Nima farqi bor? Ertaga hammasi tugaydi-ku. Syurprizlarni yig'ishtir, Linkoln. Nima? Gapir. Sarani boshqa suratlarini bera olasanmi? Tirikmi? Yo'q. Unga aytmagansan. Mayklga Sarani o'lganini aytmagansan. Suratlarini topsa bo'ladimi? Biron narsa o'ylab topsa bo'ladi. Lekin unga aytmay juda yaxshi qilibsan. U nihoyatda ta'sirchanga o'xshaydi. Bu almashish joyi. LJ ikkimiz seni, Michael va Uislerni o'sha yerda kutamiz. Hammasi rejadagidek ketsa, o'g'lingni 9larda qaytib olasan. Lincoln, Soat 9da. Qaysi biri? Bilmadim, novcharog'i shekilli. Narigisi nuqul apelsin sharbati ichyapti. Aminmisan? Menimcha ha, lekin aniq emas. Hammasining turqi bir xil. Voy, biz seni qidiryapmiz. Sonada yana bitta murda. Men shunchaki Ketdik. Yur, Qahva ichasanmi? sharbat olib kel. Apelsinli. Apelsin sharbati va qahva bersangiz. Ko'zingga qarab yur. Mana bu o'rtog'imning qahvasi, iltimos shuni oling. kapitan Hurtado, boshqa qahva oling. Yo'q, olavering. Oling. Marhamat. Rahmat. Og'ayni, men Baribir rahmat. Kechirasiz, senyor. Men sonaga kirishim kerak. Benzinim tugadi. uzr, men boshqa tarafga ketyapman. Borishim juda zarur. Men olib borishim mumkin. Ketdik. Rahmat. Qopqog'iga qara. ta'ziyamni qabul qil. Endigina do'st topganding. U esa yaqinda o'ladi. Qanday achinarli. Buni to'xtatishing mumkin. Ko'p narsalardan xabarim bor. Gapir. Og'ayning zinadan tushayotgan bo'lgan, to'g'rimi? Senda bundan-da muhimroq dalil bo'lsa-chi? Menda dalil yo'q. Bo'lganda-chi? O'ylab topishni taklif qilyapsanmi? Agar bu senga taskin bersa, jazoga loyiq kishini, ya'ni ilgari qotillik qilib jazolamagan odamni ayblash mumkin. Ha, masalan seni. Sami. Licheraga bosh yordamchisi bo'lish kerak deb aytishimni xohlaysanmi? Lecheraga gapirishni keragi yo'q. Bu Semining uziga ekanligini biladi. Uzukni zinapoya yoniga tashlab qo'yib, topilmang haqida jar solsang, hamma Semini rad etib bo'lmas aybidan ogoh bo'ladi. Lecheraning rozi bo'lishdan boshqa iloji qolmaydi. Bu Sona. Yoqimtoy, boshingni bu bilan qotirma. Buni zina yoniga tashlab, u Semi ekanligini aytsang bo'ldi. Qolganini o'zim to'g'rilayman. Do'stingni hayotini asrab qolmoqchimisan? Unda boshqasi o'lishi kerak.
O'sha tek bilan nimani bo'lisha olmading? U sen haqingda nimadir bilgan shekilli. U men haqimda bilaman deb o'ylardi. Imkon va sabab uncha yaxshi uyg'unlik emas. Bilasanmi, ko'p mahbuslar Sonani qanday boshqarayotganingdan norozi. Meni ranjitishga qulay fursat emas. Men boshqa narsani aytyapman. Meni o'ldirib, tez sud qilib odamlarni tinchlantirasan. Keyin haqiqiy qotil kimligi ma'lum bo'ladi va ular aybsiz odamni o'ldirganingni bilishadi. Savolimga javob bermading. Tig bilan nimani bo'lisha olmading? U juda qiziquvchan edi. Ishimga aralashardi. Faqat menikiga emas shekilli, shuning uchun ham o'ldirishgan. Nega kelisha olmasdik deb qo'ya qolmaysan? Bu qamoq. Kimdir meni bekorga ayblasa, men chekina olmayman. Buni hurmat qilishing kerak. Men seni hamma savollaringga javob berdim. Qo'limdan kelganicha o'zimni oqladim. Menga ishonishing uchun yana nima qilishim kerak? Men hech kimga ishonmayman. Sizga bu gapni ko'p aytsa kerak, lekin siz juda ham go'zalsiz. Nima gap? Balki bilmassan, lekin maxsus odamlar uchun maxsus yo'qlashlar bor. Sonaga kirib, sevgiling bilan ma'lum vaqt birga bo'lishingga imkon yaratib berishim mumkin. Zarur qog'ozni shu yerda mashinada to'g'rilasa bo'ladi. Rozi bo'lasan shekilli. Gapira qol. Ha, Surat tayyor bo'ldi. nimaga o'xshaydi? Saraga o'xshaydi. Yarim soatda Sonada bo'laman. Avtoturargohda ko'rishamiz. Hammasi yaxshimi? Shoshma, shoshma. Yigitingni yaxshi ko'rmaysanmi? Xabaring bormi? Bilmadim. Normanning fe'li juda yomon. Norman? Norman Semjon? Ha, Sen Lecherani ayollardanmisan? ha. Jinursan. Kutyapman. Soqchi bilan ozgina qiyinchilik bo'ldi. Uni uxlatib qo'yishdami? Ha, lekin ish hal bo'ldi. Bu yaxshi, lekin ular tunda qochishsa nega soqchini hozir uxlatmoqchisizlar? Uyqu dori to ta'sir qilguncha U aytganimdek 1 soatdan keyin ta'sir qiladi. Alex, beparvo bo'lib qolyapsan, Alex. Nimani aytyapsan? Bu nima, hazilmi? Allaqachon narsalarni to'shak tagiga yashirmay qo'yganman. Buni to'shagimni tagidan topdingmi? Demak, uni kimdir tashlab qo'yibdi. Negadir ishonmayapman. Yo'q, barmoq izi yoki soch tolamni topdingmi? Balki Sonaning laboratoriyasiga jo'natarsan. Uislerni zinadan tushgani uchungina olib ketishdi. Joyingizni almashtirishga shuning o'zi yetsa kerak. Tushunyapsanmi? Xo'sh, bu nimani isbotlaydi? Hammasini isbotlaydi. Lecheraning fikri ham shunday deb o'ylayman. Michael, uni o'ldirmadim. Uni o'ldirmadim. O'ldirmadim. Nima gap? Tinchlikmi? Nima qilyapsiz? Bu nimaga? Tushuntirib bering. Nima gap? Dadang qahramonlik qilmoqchi ekan. Yo'q, yo'q.